Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli obunachilarim, kuzatuvchilarim. Menda hozir shunday bir fikr uyg'ondi. Jarayonlarni kuzatib boryapmiz. Mana shu respublikamizda boshqaruv servis kompaniyalarining faoliyati bilan juda qiziqaman. O'zim ishlayman, shu ikkita kompaniyada pressa bo'lib ishlayman. Shu ba'zi bir odamlarning BSKlarga bo'layotgan muomalasi, bo'layotgan nima deydi, salbiy munosabatlariga men salbiy javob berishni xohlardim. Azaldan bizada bilasizlar, JEK degan bir idora bo'lgan. JEK hozir JEK degan tushuncha tugatilib, boshqaruv servis kompaniya degan yangi nom bilan yangi mana shu faoliyat yo'lga qo'yildi. Bu faoliyat o'zidan o'zi yo'lga qo'yilgani yo'q. Men mana shu tushunmagan insonlar uchun tushuntirjekman. Boshqaruv servis kompaniyasining faoliyati, bizani nima uchun aholi uchun xizmat qilayotgani va nima uchun bu organizatsiya tashkil qilganligini men mazmunan qisqacha tushuntirib o'tchakman. Shuni aytib o'tchakman. Ba'zi bir odamlar mana shu boshqaruv servis kompaniya o'ylaydiki, doimiy ravishda bularga eshigini oldigacha, xonasini oldigacha supurib, musorlarni olib tashlash kerak. Yo'q. Aslo unday emas. Boshqaruv servis kompaniyasining faoliyati mana shu ko'p qavatli dom bo'lgandan keyin bularni ekspluatatsion holati, texnik holatini nazoratga oladi. Ya'ni mana shu kommunikatsiya sistemasi, boyagi santexnik uzel, tualet, vannada sirkulyatsiya, suvning sirkulyatsiyasi, mana bu nima deydi, hojatga chiqasiz, hojatdagi mana shu sizni ketayotgan axlatlaringizni normal holatda sirkulyatsiya bo'lishi, mana shu aylanishi, ketishi degandek o'sha markaziy kanalizatsiyaga borishi, boshqa mana bu elektr tomonidan hamma tomondan mana shu aholiga kerak bo'lgan nimani ko'radi. Ikkinchidan, ko'p qavatli domlarda faqat birinchi etajni supurib yuvadi, bo'ldi. Haftada o'zi belgilangan kuni bo'ladi. Chunki bilasizlar, hozir hududlarda ishchilar yetishmaydi. 2,5 million oylikka hech kim ishlamaydi. Ayniqsa Toshkent shahrida 2,5 million oylik bu hech nima emas. Qo'shimcha qandaydir bir daromadlar qilishga to'g'ri keladi. Bunaqa maoshga kamdan kam odam rozi bo'ladi. Shuning uchun tushuntirib o'tishimiz kerak. Odamlarga shirkat xodimlarini hurmat qilishingizni so'rardim. Chunki mana bunaqa men aytmoqchiman, qora mehnat desak ham bo'ladi buni. Nimaga? Chunki mana shu yerda men o'zim ko'rib o'tiraman, besetkada bekorchi ayollar semichka chaqib o'tiradi, lekin eshigini oldini supurishga mana bu yerda farosati yetmaydi. Lekin bolalari shu yerga konfet qog'ozini tashlaydi, semichka chaqadi, hojatga kerak bo'lsa chiqarib yuborishadi, uyiga kirishga erinadi. Mana bu kachelalarni bolalari sindirib o'ynaydi. Vaholanki bu ham BSKni nimasida, nazoratida bu kachelalar. Ertaga farzandlari mana shu siniq kachelada ursa ham yana kimni boshida tayoq sinadi? BSKni boshida. Men mana shu o'rinda aytib o'tmoqchiman, mana shu bekorchi ayollarga ozgina bo'lsa ham sizlar ham hissangizni qo'shinglar mana shu o'zingizni uyingizni atrofini obodonlashtirilishiga. Tozaligiga e'tibor qilinglar. Faqat shirkatga tashab biz pul to'layapmiz. Pul to'lasang, sen faqat bu mana bu supurish uchun to'lamaysan. Sen ana shu uyingning ichidagi sirkulyatsiya bo'yicha ham pul to'laysan. O'sha pulingni bular maosh qilib oladi. Sen to'lamasang, ular qayerdan maosh oladi? To'lamaganingdan keyin ishchilar ham ishlamaydi. Natijada ishchilar yetishmovchiligi bo'ladi seni aybing bilan. Потому что seni aybing bilan sen pul to'lamaganingdan keyin, maosh bo'lmagandan keyin ular ham ishlagisi kelmaydi. Lekin tillaringizni bir qarich qilib, telefon qilib shirkat bilan urushishga borasizlar. Qani kelmadinglar? Shirkat keladi, 24 soat dispetcher ishlab turibdi. Любой shirkatni olinglar, hozir men sizlarning tilingizda aytaman, любой BSKni olinglar, men ularning faoliyatini sizlarga 100% tushuntirib beraman. Ayniqsa mana shu men Xorazmdagi faoliyatini ham bilaman. Xorazmdagi BSKlar ham hammasi yaxshi ishlayapti. Hech qaysiga gap yo'q. Endi men tumandagilarni bilmayman, lekin Xorazmning Urganch shahridagi faoliyat olib borayotgan BSKlar hammasi dastur asosida ishini davom ettiryapti. Toshkent shahrida ham xuddi shunday. Toshkent shahridagi BSKlarning faoliyatini kuzatyapmiz. Mana hozir kechagida bizning domimizda issiq suv bo'yicha ham muammo bo'ldi. Yarim soatga qolmasdan santexniklar kelib kuzatib ketishdi shuni. Aytmoqchimanki, dispetcherlar 24 soat ishlayapti. BSKlarga nisbatan tuhmat, qanaqadir bir yomon qarashlar qilib, Beskansa portalga telefon qilib, u portalga telefon qilganingizning foydasi yo'q. Portal baribir o'sha sizning murojaatingizni yana o'sha obratno BSKga jo'natadi. Mana bu muammoni o'rganib chiqdingmi? Ko'rib chiq deb aytadi. Nima qiladi portal? Nima qilmaydimi uni yoki bo'shatadimi uni ishdan? Nima qiladi portal? Portal hech nima qilmaydi.
Просто sizni zaявleniyingizni oladi va o'rtada yuboradi u yana o'sha yuboradigan joyga обратно. U bilan siz nima bir katta ish qildim deb telefon qildim portalga deb kimnidir bir qo'rqizmoqchi bo'lasizlarmi? Oldin sizlar kelinglar, tushuninglar, o'rganinglar, protokollarini ko'ringlar, faoliyati bilan tanishinglar, undan keyin xulosa qilinglar. Sizlar o'zlaringiz 1 soat ham ishlay olmaysizlar BSKni faoliyatida. 1 soat, hali 1 soat emas, даже yarim soat supurgini otib ketib qolasizlar. Kimdir supurgan joyinga konfet shunday baklashga tashlab yuborsa, alam qiladida supurgini otib ketib qolasizlar. Ana shuni aytib o'tmoqchi edim. Iltimos qilardim, BSK faoliyatini hurmat qilinglar. Tushunmasanglar mana menga savol yuboringlar, men sizga tushuntiraman. Nima, qanaqa, BSK qanday bo'lishi kerak, billing tizimida qanday ishlayapti. Iloji bo'lsa naqd ko'rinishda bermanglar, elektronniy klik orqali o'tkazinglar, PM orqali o'tkazinglar pullaringizni, cheklaringizni saqlab qo'yinglar. Ana shundagina BSKlar faoliyati moddiy bazasi ham, texnik bazasi ham va boshqa nima deydi, ish faoliyati rivojlanadi. Hammasi aholi bilan BSKni jipsligida bo'ladi hammasi ish. Faqatgina bitta o'zi tortavermaydi uni, sizlar ham yordam berishlaringiz kerak. Men o'ylaymanki tushundingizlar meni va o'ylaymanki to'g'ri xulosa chiqarasizlar. Sog' bo'linglar.